Uchxonaga Yunusobod bog' shamol kelganman. Bu bog' shamol qayerda deysizlarmi? Eski tosh turma bular. Hamma ular hozir endi buzilib ketdi. Shu yerda 2 xona 4-etaj, 5 etajli dom, g'ishtli domda sal remonti yo'qroq, ipotekaga ham, naqdga ham sotiladigan uy chiqqan. Joy zo'r joy. Sampi selxoz bir qadam. Bu yog'i Bodomzor metro. Bu yog'i Yunusobod Haytown joylashgan joyi zo'r. Mana selxoz Sampi juda bir qadamda. Endi ichlarini ko'rsataman sizlarga. 4-etaj, почти 51 kvadrat kiruvishlari. Mana hamon tualet endi bitta qilib yuborilgan. Xohlasangiz bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Mana yog'imiz spalni mana. Romlari almashgan. Buni olib turib bittani oqlab ko'kilib chiqarib remont qilib yuborsa ham bo'ladi. Mana bu yog'imiz zal, 2 ga 6 balkon bo'lgan. Balkon to'silgan. Mana bu yoqda ham romlari almashgan. Endi mana oshxona. Oshxonani balkonga olib chiqishga mana buncha joy qilib yuborilgan. Xohlasangiz ham bitta qilib o'tiradigan joy qilib katta xona qilib yuborsa ham bo'ladi. Общий 51 kvadrat, aytganimdek, naqdga ham, ipotekaga ham narxi yomon emas, joylashgan joylari zo'r joylar, aytganim o'sha institutlarga, metrolarga hamma yoqqa yaqin. Narxi 49900. Pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar, egalari bilan bemalol gaplashaverasizlar, tamom.